Hammaga salom bolalar. Xullas bugun o'zgarishlar aytdim. O'tgan videoda Shahyor akamni Dayspot bilan Mashanovga kuygandik. Yani bunday kirgandik. Lezuga bitta gaz shunday ana qildi. Ikkovimizni ham parcha-parcha qildi. Ko'rtirgan manalarga daraxtlar ekdim. Chunki bizga daraxt kerak bo'lyapti. Mana ularni olib, mana bu daraxtlar tushyapti. Shulardan yana ekib qo'yaman. Ferma bo'ldi. Xizmatda bir xil daraxtlarni solib qo'ydim. Kreativdan olib. Daraxt yo'q, qanday yashaymiz deb. Baribir de. Mana ko'rib turganingizdek 8 kun deb yozilgan. Buni sababi Minecraftda menimcha necha kun yashaganimizni bilmadim. Yoqtirgan sonimni qo'yib qo'ydim. Yozmabman. Endi har bir kun o'tganda men ana qilib qo'yaman. Marda Shahir akam bilan havuz qilayotgandik. Stek qani? Ana o'rniga stek ham bor. Nima yo'q? Ha, belgirak. Stek marda ekan. Shahir akam men tushunmadim. Esingizda bo'lsa, keyin taxtachaga Shahir akam marga yozildi. Hovuz deb. Keyin men tushundim. Men qandaydir parkour qilyapman deb o'ylabman. Bu ham uzun video bo'lar ekan. Versta qo'yganda Shahir aka, to'g'rog'i Dayspot meni ko'ryapsizmi? Shu verstakni qo'ygandingiz, qanarda hovuz deb yozgandingiz. Hovuz quramiz. Manarga bitta tosh kovladi. Uyi tosh tiqilyapti. Siz tosh kovlaysiz. Tosh firma ham bor edi. Daqqa boshga erindingizmi? Chiq. Maysagam chiqadi, vetsagam chiqadi. Mayli, verstakda olsam ekan, mayli turaversinchi. Shahir aka sizga daraxt kerak bo'layotgandi, endi daraxt qo'ydim. Mana kaktuslar hamma ekib tashlabsiz. Sal chetroqqa ekdim keyin. Mana bu yerga ham daraxt qo'yganman, o'smayapti. Harga olmos qo'ydim, olmos. Mana Murzohidda olmos yo'q edi. Shuni olmosdan narsalar qo'ydim. Yana baribir olmosdan bir xil narsa yesa deb qoldim-da. Tamog'imda